kurashish xususiyati bu Ronaldo. Ronaldo misol uchun kurashish uchun Italiya, Ispaniyaga kelgan. Messini oldiga, Ispaniyaga Manchester Unitedda yutqizdi. Qarasa, faqat finallarda urushyapti, faqat finallarga chiqish bo'lsa, nima o'ynagan 2009-yil. 100 o'ynagan. O'zini oldinga boraman deb turib, o'zini oldiga borib turib, qanaqa qiyin davrdan chiqib, keyin yutib va o'sha Stevensonning trioni davrida, Neymar Xanazin davrida intervyusi ham bor-ku, trio davrida ko'proq birga o'ynagan yaxshi edi. Asosan mana o'sha davrlarda Ronaldo 4 ta oltin to'pni ko'zini oldida Messi o'tirgan.